Bizda singlingiz o'libdi, siz chiroyli qizlarga nima gap otyapsiz? Nozimaning dugonasi onasiga, ya'ni Feruza opaga bor haqiqatlarni aytib o'tdi. Farida opa ular haydayotganda uyida 1.700.000 puli qolib ketgan Nozimani haligacha bermagan, bermaydi ham u pulni. TikToker Sardor Gangster Nozima haqida nimalar dedi? Kecha qanaqa miting bo'ldi? Kecha mitingda avazga qildi menimcha. Chunki hatto politsiyada qotil bo'lganda qotilni topdi miting qilish kerak. Avazga qilindi menimcha. Blogerni tarafini olayotganlar endilikda esa ushbu blogerni qoralashmoqda. Xato bu yerda Avazbeyda ketdi. Xohlaymizmi yo'qmi? Avazbeyda ketdi. Shu va shunga o'xshash videolarni sizning e'tiboringizga havola etsak. Havola etishdan oldin esa Nozimaning oxirati obod bo'lsin. Nozimaga faqatgina adolat deya like bosib qo'ying va kommentariy qismiga esa o'z izohingizni, ya'ni shaxsiy fikringizni yozib qoldiring. Biz esa videoni boshladik. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz Uzmax kanaldasiz, sizlar bilan bloger Hayotbek. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, chunki ushbu kanal aynan siz uchun xizmat qiladi. Xo'sh, Nozima haqida qanday yangiliklar bor? Nozimaning ishlari nima bo'lyapti? Va Nozimaning dugonasi onasiga, ya'ni Feruza opaga nimalar dedi? Barchasini batafsil, ko'p gapirmasdan sizlarga videosini taqdim qilsak. Marhamat. Kecha qanaqa miting bo'ldi? Kecha mitingda avazga qildi menimcha. Chunki hatto politsiyada qotil bo'lganda qotilni topdi miting qilish kerak. Avazga qilindi menimcha. Chunki uyga nimaga kirishasan, nimaga uyga politsiyaning ruxsatisiz kirishasan deyapti. U yerda uyda egasi uyda yig'ishtirib aytganda, yig'ishtirish kerak-da, tezroq uyni topshirish kerak. Bo'lmasam depozit yozaveradi-da. Yig'ishtir topshir uyimni degan. Shuncha u yig'ishtirib ham baloga qolishdi. Axir kerak kirib biladi, Zaybor uy ham baloga qolib ketdi. Qanday odam o'ladi-yu, militsiya kelmaydi yoqda. Ha, shunaqa, faqat shu koreyslarning farzandlariga shunaqa qilib yordam beradi. Yo'q, odam o'lsa militsiya kelmaydimi? Militsiyalar tashqi tegalmaydi, atrofda kuzatadi. Xalaqit qilishmaydi, mumkin emas. Bu yerda mana oddiy ikkita o'zbekmi, boshqa millatmi bir-birini bir shapaloq urib qo'yib sikadi Dubayda. Koreyada ham yo'q, batta urmaydi. Bag'da ham xuddi shunaqa. Bag'da men hozir o'g'limni chiqib turib bir tarsak solsam, meni ushlab olib ketadi. Nima qilsa politsiya. Shunday, o'zini ukasini ham, qarindoshini ham urib bo'lmaydi bular. Shunaqa. Ayatda o'sha miting qilganlarga politsiyalar ham xalaqit qila olmaydi. Bu yerda shunaqa. Mitingni qil deydi. Bo'lmasam endi onasini qotilni qidirishyapti-da. Endi qotil bo'lsa qidirsin, kameralar ochtirsin. Men boshda aytganman onasiga. Men borganman politsiyaga. Boshqa kameralarni nima jo'natib bermagansan O'zbekistonga? Ben ochiq oydin nima qilmagansan desam, menga ko'rsatdi-chu, ko'raylik desam, onasi kelsin degan. Bo'lmasam onasiga qog'oz ber. O'shani dedim O'zbekistonga jo'natib qog'oz bersang kelsin desam, pasoling chiqsin degan. Keyin pasolni olib keltirganman. O'sha pasol o'sha qog'ozni so'raganmi, nima qilgan? O'zlari bilan chaqirtirib berganman. Lekin nima bo'lsa ham mana shu agar haqiqatdan o'ldirilgan bo'lsa topilsin, chunki bechora qizning onasi juda siqildi ko'rdim. Sardor bu yerda u bolani qaytarish uchun qo'rqitmoqchi bo'lib uni o'qigan. Bilsangiz, u o'zini o'ldiradigan qiz emas-da. O'lishga anaqa qilinmaganda, lekin o'shga chekkan joni Alloh jonini oldi-da. U bolani qaytarish uchun sevgan ekanda, qattiq xushli sevgan ekan. Onasini sikab sevgan. O'sha ajib sevma deyman. Farida opa ular haydayotganda uyida 1.700.000 puli qolib ketgan Nozimani haligacha bermagan, bermaydi ham u pulni. Beradi, boraman yaqinda. Shunday qilaman, beradi. Menda yozgan SMS'lari bor, SMS'larni o'sha 1.700.000 ololmayapman, opa, politsiyaga beray, nima qilay deb mendan maslahat so'raganlari bor. Men sizga tashlab beraman. 1.700.000 qancha bo'ladi dollarga? 1.5 mingcha bo'lsa kerak. Hamma qilyapti, dilaga qil, nima xohlayapti, primoy bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Kirmayman men hech qayerga primoyga hozir. Voy, ularning gapi hammasi yolg'on. Menga kerak emas ularning gapi. Men o'zim boraman, men militsiyaga gaplashaman. Kirmayman.
keyin haqiqatdan Sherzod Nozimani urgan ko'zim oldida. U Dilshoda tili orqaga ketib qoladi degan gapi yolg'on. O'zidan o'zi qizingizni tili orqaga ketib yerga yotib oladigan odati bo'lmagan. Qachonki kaltak yesa, endi erkak kishini kuch ko'p bo'ladi-yu. Kaltak yesa o'shandagina yerga yotib hushdan ketib qolib tili orqaga ketgan, to'ppa-to'g'ri u gap. U kaltakdan keyin bo'lgan. Hozir Sherzod ham premyer efirda kiyib o'tirgan kurtkasini yechsin. Umuman kiyimini hammasini yechsin, Nozimani puliga sotib olgan. Suyuga do'ngga borib kiyim qilib kelgan. U yechinsa yalang'och yurish kerak o'zi ko'chada, yalang'och yursin. Uni keyin Keyin shunaqa qilib kelishgan, ishlashgan, yaxshi yashashgan. O'shandan keyin Sherzod qo'ymadi, baribir keldi, ko'rishishdi, gaplashishdi. Ishlayotgan paytda ham ishxonadan sudrab olib chiqib ketib, urib, boshqa qilib, uni puliga yashab, meni o'zim oldimda ham mashinasiga zapravkani Nozimani kartasidan qilgan. Uyiga produktani ham Nozimani kartasidan qilgan. Usta kiyib yurgani halol ekanda, Nozimani ishlagan joyi fohishaxona, jalabxona harom ekanmi? aytmang. Kurtkasi halol-ku hozir kiyib yurgani. To'g'risini gapirsinda hammasi Fardipam hozir o'yin o'ynab o'tiribdi-da, uni unaqa qiladi, buni bunaqa qiladi, uyida buyida, men u qilib yuborganman, bu qilib yuborgan. Hammasi yolg'on. Sezdim. Majburlab ishlatgan, qochib qutulmasa qizingiz qutula olmadi yerdan. Qochib qutuldi, o'shandan keyin jim bo'ldi. Bu yerda to'g'risiga xato bu yerda avazbeyda ketdi. Xohlaymizmi yo'qmi? Avazbeyda ketdi. Bu narsani hech qanaqangi boshqa gaplarsiz tugatsa bo'ladigan holat edi. Men o'sha kuni oldin o'tgandan keyin o'sha yerga bu yoqqa qarab yo'lga chiqqan bo'lsak, kun bo'yi ishda bo'ldim. Keyin Sherzoddan xabar oldim, telefon qildim, nima bo'lyapti, uydagilarga aytib kelammi desam, qanaqa qilib aytishni bilmayapmiz aka. Shunaqa hozircha avazga bilan bog'lanib turibmiz dedi. Avazbek videoda endi hammada ham bor bu narsa, blogerlarda hammasida ham bor. Xuddi go'yoki u o'sha kuni shu holatda mashnaqa bo'ldi deb hammasi ham shu ish qiladi. Bitta Avazbek emas, hammasi ham shunaqa qilsa Temurbek, Sizda singlingiz o'libdi, siz chiroyli qizlarga nima gap otyapsiz? Endi Chiroyli asal qizlar. Singlingiz o'libdi, siz azat tuting, biz emas. Bizga kelib yuzma-yuz, sen mana uni xato qilding. Mana seni mani haqqimni bergin yoki mana qaydi, nima bunaqa qilding deb aytsa bo'ladi-yu. Nima kerak butun xalqni shantaj qilib chiqib, butun xalqni jinni qilib, yurak og'ri 2 oydan beri tinchlik yo'q. Nima kerak shu kimga kerak? Bizga kerak emas. Like ham, muxlisi ham. Hozir TikTok, Instagram o'chirib chiqib ketaman. Shunda ham yashaymiz yaxshi. Odam kelyapti shuni orqasidan. Onasi Koreyadan pul olgani bordi-da, pul ololmay qaytib keldi. Qaytib ketdimi? Ketdimi bilmadimmi, shu pul olgani bordi-da, qizini puli qolgan ekan, o'shani olgan bordi. Aytdi, Sitora sug'urtasini olibdi. U nelegal sug'urta qayerda bo'ladi? U nelegal vizasi yo'q Koreyada, qochoq. Nelegalmi deykan? Bir yil qochoq, bir sumka puli bor ekan. Nima bir og'iz aytmadi, pul bersa men qilib berardim viza. Gapiga to'g'ri kelmaydi, короче. Hech qaysi gapi bilan gapiga to'g'ri kelmaydi. Qochoq odamda bir sumka puli bo'lar ekan, uni Sitora nima qilibdi ekan, qip-quruq jo'natibdi ekan. Yaxshiyam kamera qilib hammasini ko'rsatganman. Opa, mana uni. Yana bitta narsa borki, Sitora bizni O'zbekistonda ichki organi kuchli ishlaydi. Juda sekretniy joylari bor, o'zi kerakli joydan tortib oladi. O'zbekistonda 100% ishlasa, Koreyada 1000% ishlaydi. Koreyada men 2 kun oldin kechasi birovni urib ketgan, 2 kunga bormadi. 24 soatda ushlab qamashdi. Puli uchun o'ldirdinglar aka. Voy, men boy xotinman, boshimdan oyog'im tilla. Maqtamayman desam, majbur qilyapsanlar pul uchun deb. Migrant odamda qaysi pul uchun yashayman? $100,000 mashina haydayman. Shuncha gapirsam ham tushunmayapsanlar. Menga milliard bersa ham, men hayotda birovni jonini olmayman. Unda nimasi bor? Milliard bersa ham killillik qilmayman. Nimasi bor edi puli U uchun? mayli, pul uchun meni jinoyatni yashirayotgani degani vafshi kulgili chiqyapti. 3 oy uy puli to'lamagan ekan. Endi qaranglar. Onasiga agar bolani duo qilib jannati bo'lish kerak bo'lsa, Telegramida ko'rdim. Sherzod, jinoyatchilar uy pulini nima qilding? Uy puli 3 million.
qog'ozda yozilgan 3 million pul qani ekan? Men bittadan tushuntirdim. Daverni soldim opa. 3 million puli mana ekan. 3 oy uy puli to'lamabdi qizingiz, svet to'lamabdi, gaz to'lamabdi. Mana uncha qaytarib olibdi. 650 simi qancha? Больницаga to'labdi. Hammasini bittadan faktlari bilan jo'natib berdim. Uy puli to'lamagan odamni biz qanday biz savobga kelsa yordam berib viza qilib berardik u qizga. Biz Kvartira pulini ham to'lamagan ekan. Bu darajaga erishmadik. Osonlikcha birovlarni yulib turib. Voy, конечно, Lyubbojoyga chaqir. Lyubbojoyga chaqir. Senlarga o'xshagan iflos emasman, bitta ikkita shunaqalarga o'xshagan. Birovni tiriklay ko'rmayman men. Pul uchun qilyapti deyotganlar, sizlarga savol. Agar mana shu opalarni o'rnlarida bo'lganlaringda pul uchun jinoyatni yashirgan bo'larmidlaring? Sizlarga savol. Shu savolni bu opaga beryapsiz. O'sha pulni kim beradi? Qani? Kim beryapti? Yo'q, bular nazarida opa, bular nazarida shunaqa gap bo'lyapti. Yuvgan kunimiz Sherzodga telefon qilib, "Ke, uka, Kimning bo'yningga olasan?" Taksiga pulim yo'q opa deydi. Turay qol bo'lmasa dedim. Ey, taksiga, avtobusga puli yo'q. Menga qancha pul beradi? Uyimda qolib o'sha kuni ham ertasi kuni morkoga borib, keyin morko borib, o'sha qog'ozlarni nima qilib qatga olib borgan sabaysagadim olib borib, uyga ham tashab qo'ydim. Bir soatdan oshiq biznes sarf qilib uyga tashab qo'ydim. Qondim och. Bolam bog'chadan olib bolam bilan bordim. Naxuy o'sha menga unaqa, shuncha sarf, shuncha biznlarim mani, voy, vaqtim, stresslarim. Burada pul olgan deb. Ramazonda og'zimizni odamgarchiligim bor ekan, shunchalik yordam berdim. Men masalanchi qarayman, menga davlat shu politsiyasi, Mashkariya davlat politsiyasi qotil yo'q degani uchun men ikki tomondimdek qaradim. Agar borki, mana shuncha tindoqchalik narsani sezib qolganimda borku, bu bolalar borku, hozir o'tirgan bo'lardi-da, tiqib qo'ygan bo'lardi. Yotib bo'lsa ham ikkalamiz qilardik. Qabrda tinch yotsin deyishyapti. Qabrda politsiya onani eshigini tegayotgan bo'lardim agar mana shuncha tindoqchaligi aybi bo'lganda. Aybi bor, Alloh tomonidan aybi bor. Allohdan oldida javob beradi. Men Alloh bo'lmasam, Xudo bo'lmasa men uni bir narsa qilgani. Aybi bor. O'sha nikohsiz yashab, o'sha qilib yashagani aybi. U qotil bo'lsa-da ochiqlikka hech qachon ochiqlikka yurmaydi u inson. Mana Koreyada o'rtoqlar bitta kechasi mashina nomerini o'g'irlab ketgan qozog'istonlik bola 1 yil 6 oy qamaldi. Nozima neligalidi? Sitor opa, mana savol. Sitor opa, savol mana sizga savol beray. O'tgan safar men 10 tomonga burilyap turganimda to'g'ridan kelgan mashina meni urib qochib ketib yordi. Atak topilibdi. Qarang, meni to'g'rimda 10 tomonga burilganimda ham svetofor bor ekanda, o'sha svetoforni men bilmaganman. Qiyshiq turadi, uni menikiligini bilmayman, 10 tomonga burilganman. Hech qanaqa xayolsiz burilganman. Hozir bilasizmi? Qochib ketganda bo'yniga ilmayapti. Men ekanman hozir aybdor. Qarang, qochib ham ketgan. Ko'ryapsizmi mana? Qanday mana sizlarga mana savol. Menda ekan ayb. Erim ham aytayapti, "Sen o'sha svetoforsiz shuni uybon qilgansan, senda ayb" deyapti. Erim ham aytayapti. Lekin qochib ketganga, nimaga qochib ketgansan, unga tergov qiladi, uni alohida. Lekin meni bu mashinam zarar yetgani uchun o'zim qilaman. 8 ga 2 ekan. Men 8 u 2 ekan, qarang. Chunki svetofor mumkin emas joyga siz o'tgansiz. Birinchi siz aybingiz, u qochgani uni aybi. Конечно, ko'ryapsizlar, prosta qochgani uchun ham svetoforni buzgani uchun ham nima? Lekin men aytdim, u dedim ichib olganiga, hozir qonun o'zgarib qopti. Ichib olganiga, qochib ketganiga javobgarlikka tortilar ekan. Baribir ham men o'shani shuni iban qilganim uchun qonun o'zgarib qopti. Men aybdor bo'lar ekanman. Ko'rdingizmi? Pravasini tortib oladi. Ichib haydagani uchun u o'zi uchun 20% javob beradi, lekin siz svetoforga qaramang. Sitor opa qarang, uy olaman deb yiqqan puli bor. Menga qarang, sevganim Alloh deyapsiz. Allohdan ekansiz. 3 oy deyapti, pul to'lamabdi kvartiraga deyapti. Kishi qattiq stressga tushib turib o'zini osgan. Ichkirisiz anaqani
Mana joyini aytinglar, men borib qidirib kelaman. Odam 3 oy kvartiraga pul to'lamagan odam uy olib pul uyga menga qarang, musofirda yurganlarchi, men ham musofirmanda. Topadi, pulni jo'natib yuboradi. Bir sumka qilib yurmaydi. Sal farosatli ishlatinglar. Hozir mana shunaqa qilaversanglar, qo'limda kartasi turibdi, doverniz turibdi. Onasini olib bankka olib borib chiqaraman ichidiga. Onasiga har kun jo'natgan pullarini. Jim turinglar, olib ketinglar, mendan uzoqroq yuringlar. Boshlamanglar. Hamma narsa qo'limda turibdi. Xudodan qo'rqqanim uchun meni sharmanda qilsam, u o'lganda sharmanda qilmayapman. Sizlar qilaveringlar qancha. Puli bormish. Qani puli? Joyini aytsa, men borib olib kelay. Men bularni logikasini aytib beraymi sizlarga? Bular logikasi bo'yicha, logikasi bo'yicha anu ikkala bola o'ldirganda, Nozimani o'ldirgan, avazga o'z telefon qilib aka shu ishni yashirish kerak deganda, unga pul taklif qilgan. Ular sizlarni sheriklikka olib, sizlarga o'sha pulni bo'linyapti. Anu Melisa, advokat, ana shulargacha pul taqsim bo'lyapti. Bitta qancha pul kerak bo'ladi? Advokatlar sizni ish qilmaydi. Nima u? Nozimani Koreyani prezidentdan naqib yurodimi, shuncha puli bo'ladi? Koreyani prezidentlarini qamab yuryapti-yu, odamlar sal miyani ishlatsa bo'lmaydimi? Assalomu alaykum, opalar, akalar, yaxshimisizlar, charchamaysizlarmi? Bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Avvalambor uzr gaplaringiz bo'ldi. Men qanaqadir holatda o'sha Dalil o'zi boyagi Telegram kanaliga qo'shilib qoldim. O'zi O'zbekistonga bir oyga ketgandim. Bu voqealarga qiziq joyini o'tkazib yuboribman. O'tkazib yuborganimga ham shukr qildim. Keyin qarasam, u gruppada ishoninglar, endi sizlar ham xabardorlarsiz, baribir xabarlaringiz bor. U yoqda o'tirish iloji yo'qdi. Ikki taraf bo'lgan. Avaz taraf, Avaz aka taraf, boyagi Javohir, Dalil o'z tarafda. Endi o'rtadagi gaplarni eshitib, ishoninglar, qarg'ash ham qolmayapti. Bir-birini o'ldirishga ham toyayapti. Og'zidan otasini ham so'kayapti, onasini ham so'kayapti. Kim bir-birini so'kayotganiga ham ishi yo'q, hamma bir-birini so'kyapti. O'sha Javohirga Amerikaga o'tirib olib, mana shu narsa kerakmidi? Necha million odam ko'paytirish kerak. Da, necha million musulmonlar bir-birini gumon qilib, o'ldirgan, bu o'ldirgan, belgilab qo'yibdi-ku, gumon iymondan ayirib qo'yadi. Birovi o'limga, birovi boyagi jinoyatchiga chiqarib qo'yibdi. Nechta odammi iymoni qirqilib ketyapti, Alloh saqlasin-da, astag'firulloh. O'sha odamlar ekan hammasi. O'shada yana bitta narsa, mana sizlar Koreyadasizlar, bitta savolim bor, mana savol sizlarga. Mana Avaz aka bironta ehsonga pul yig'ib beryapti. O'shada bitta Jason degani yozib qo'yibdi. Musulmon odam Jason deb qo'yibdi. Xo'p, bo'pti, bu boshqa tema. Hozir Nozimani bu problemalarini hal qilsak, keyingi masalamiz Avazni ehsonlarini bir tekshirib chiqsak bo'lardi deb yozib qo'yibdi. Bo'pti, tekshirsin deyilgan. Endi bitta savol kelyapti. Avaz aka, men Avazni ham, akani ham oqlamoqchi emasman, ularni ham qoralamoqchi emasman. Men betaraf sizlardek subyektiv insonman, subyektiv fikrimni bildirishga haqqim bor. Bitta gapim, farz qilinglar. Avaz aka kechasi uyda yotibdi. Birov telefon qilyapti. Avaz aka, iltimos sizdan, keling, kelmasangiz bo'lmaydi. Bu bechora boryapti. Misol uchun deyapti. Men prosta misol qilib keltiryapman. Bu bechora boryapti. Desam, menga 25 million pul kerak edi, balnisa to'lovlari shunday bo'lib qopti. Iltimos, yordam bering Alloh uchun desa. Bu xo'p deydi. Misol. Bu xo'p desa. Keyin hammaga video qilib chiqyapti. Mana bu akamiz mana shu holatda 25 million von kerak ekan deb qo'yapti. Bizlar qo'limizdan kelgancha 5 ming, 10 ming boyagi negativchilar o'zi tashaydimi, tashamaydimi, tashasa 5 ming tashaydimi, 10 ming tashaydimi, o'shanga butun istoriyani chiqarmoqchi bo'lyapti. Mayli chiqarsinlar. Lekin o'sha 25 million yig'ilib, mabodo pul 30 million, 35 million tushib qolsa, boyagi ehsonchi akaga aytsa, aka, sizga qancha kerak edi? 25 million. Mana sizga 25 million von. Xo'p, qolgan 10 millioniga yo 5 millioniga rozimisiz desa, kim rozi bo'lmaydi? Hamma rozi-ku. Hamma rozi-ku. Aslida misol absujdat qilishga, pulini hisob qilishga hech kimning haqqi yo'q. Putiga chiqsa davay qilsin. Majbur qilmaysiz o'qishga. Xohlasa 100 ta uy olsin. Men uyimni sotsam O'zbekistonda 20 ta dom olaman. Qaysi biring xo'jayinsan?
O'shada biza misol Koreyada musofirlar biza rozimiz o'sha oladimi, olmaydimi, zato yaxshilik qilyaptimi? Bo'ldi, bizga qizig'i yo'q. Ular ham ehson qilaman. Ehson beradi desa, it bermaydi ehson. It bermaydi ehson, it bermaydi. Qilsin, kesin, yordam bersin. Man Nozimani akasi ekanini gapirsa, mana Temur degan bolani chiqardim, akasini. Qanaqa akasi? Nima, O'zbekistondan menda akasimanda, asallarim, Qanaqa akasi? Xo'p, qanaqa? Timay opa chiroyli bir havas qilgudek qiz ekansizlar, shu timalarni o'psalar bo'lmaydi. Qaysi Meni yopishga qo'yishmayapti-yu. Bir qarasa, asallarim bu chiroyli qizlar ekansizlar. Foydani ham bor. Shomat qilganingizdingizmi, Temurbek? Sizda singlingiz o'libdi, siz chiroyli qizlarga nima gap otyapsiz? Endi Chiroyli asal qizlar. Singlingiz o'libdi, siz azat tuting, biz emas. Bizni 2 oydan qo'lingiz o'qing. 2 oydan beri to'ydirdinglar. Akasi ekansiz, sizlarga kerak emas, bo'rida turdi, bizga kerakmi? Ha, xo'p, savol beray, javob bering unda. Tushir pastga. Bor yo'qol. Savol bering, ha. Bersin. Singlisi o'lgan aka shunaqa bo'ladimi? Bu tanimaydi ham. Zerikkanda Rossiyada stroykada ishlab zerikkanda chiqib olib bir nimalar deyapti. Akasi man deyapti. Akasi bo'lib turib, Diyoratda Sitoroppa diyoratda. Akasi bo'lsa hozir maytda chiqib olib ana u amaki so'kib yoshna qilib so'kib o'tirardi. Ano amaki nima chiqib olib na deydi odamlar. Allohim sabr ber. Astagfirulloh. Lekin psixologiyaga yomon ta'sir qilyapti, bilyapsizlarmi? Shu Nozima rahmatli o'lgani bir qarab achinyapman, bir qarab jahlim chiqyapti. Musofirdagilar bordinglarmi? Sevgili qilmasdan ishlanglar, pulni bosinglar. Nima stressga tushasizlar? Hamma narsani nimasi bor-da, nafsam kerak, odam zotga. Nafsingga tushkurlar, ifloslar. Xotining bilan-ki. Mana. Hozir to'ba. Qabalasanlar degan bechora. Yana chiqadi samonim bir urishing shuni. Samonim deb turing, bitta gapirsin. Miyamor tushmaman, miyamor yapti. 5 tani ichib keldi amaki yana. Qani? Kim oti? Men chiqaraman, kim? Chiqardim men. Qaqa qochdingiz aka? Aka, qaqa qochdingiz chiqinchi bu yoqqa. Meni mana rosa og'zi chiroyli o'rtog'im bor mana. Shu bilan so'kishing, men bilan so'kishmang. Ketdi bir og'zi. Endi zvezda bo'lamiz biz chimaytda. Tarqalamiz. Lekin menga zvezdalik kerak emas. Asta tushay birga kerak emas. To'xtang hozir hali amaki bir nima deyatdi. Eshitdim o'sha amakiga uyat dedim-ku. Chiqing. O'rtog'imdan qo'rqyapsizmi? Men shu yerdaman. Monikmidi? Kim edi? Qochib ketdi aka. Chiqadi o'zi keladi. Nuriy aka edi, Nuriy aka. Bir so'king deganingizga qo'rqib ketdi-da, hozir men chiqsam so'kadi meni deb. Hammang kelasan, hammang aytaraman dedi-yu. Yo'q. Ish qilgani ham qo'yadi. Qo'l bermoqchi edim men. Normalni unaqa emas-da, eshitmasdan chiqarib tashlaysizlar. Men akasiman, menda men sizlarga ham bittalaring yo'qqa bittalaringga aka bittalaringga qo'shib. Ana, noto'g'ri chiqardik, xayr. Noto'g'ri tutyapti bu. Nozimani videolarini ko'rib aka tutyapti. Akasida, men opasi bo'lganman. Endi u ham chiqib olib deyapti-da. Men tanimayman. Qo'yinglar, yana tanirkanmini deb yana bir baloga tiqadi meni hozir. Hech qaysini tanimayman. To'g'asi qani? Taniyman deyishim Hozir To'rapa shu Amirni nima qilding? Nima qilding?
Atirini nima qilding, etigini nima qilding deb hozir butun qarindosh urug'i chiqib keladi. Mayli, atiri, etigi nima deydi? Sen organlarniga ham imzo qo'yganmisan, podpis qo'yganmisan deb bittasi savol bergan-ku. Dedim, organga podpis qo'ysa ham. Mana shu Amirni Bitta eshitdim yo'q. Chunki Amir meni so'kkan olib ekan. dardi ko'payib Shuncha ketgan, blok ko'rgan bolasini ekan. sog'ingan, xotinini Ko'rsam, sog'ingan. yo'q. Ko'taring bechara. Dardkash yo'qmi, yolg'iz yashaydimi musofirda bitta o'zi ish qilib. Nozimani tunyapti, efirga ko'tar deyapti. Endi bitta fohisha kam-kamda endi shunga ham ota guruh hozirxonami? Na demang, urgan unaqa demang. Demang, joy jannatda bo'lsin. Joy jannatda bo'lsin. Allohga qaysi taraf yoqqan bo'lishi mumkin, siz bilmaysiz. Ana shu joyini kesib tarqatishadi. Ha, shunaqa qilishadi, keyin orqasidan Sitora qo'shilibdi deb Sitora. Aka trendga chiqasiz. Tamom, shu gapingiz uchun. Qo'yinglar, bechara ham bekorga shunaqa qilmaganda. To'ydirishgan, pul jo'nat. Bir so'mga puli bor ekan, uyga puli bor ekan deyishyapti. To'xtang, Sitora opa. Shuncha puli bor ekan deyishyapti, pul jo'nat deb har kuni so'rab tursa, u qanaqa qilib bir so'mga pul yig'adi, topganini jo'nataverganda u ham. Bir so'mga pul bo'lsa 2 millionga viza qilib berardik-ku biz. Mayda bitta ko'tiguri holat gapirishyapti-yu, bilmaydi ham o'zi. So'mga pul yig'ilmayapti-ku. Bir butilka. Ana O'zbekistonda televideniyalariga, boshqalariga shunaqa ma'lumot berishyapti. Hali televizorga o'rtoqlar. Koreyada deydi, uyida o'lik holda topilgan qiz deyapti. Voy, tirik bo'lgan ekan, больницаga borib, Shuni hamma ko'rdi-yu, shuni. Bechora ikkita kulmagan, ay og'ir deb ko'tarib ketgan. Hozir o'shani aytmoqchi edim. Qaranglar. Sherzod kulyapti deganlar. Kulmagan o'rtoqlar. 60 kilo narsani ko'taringlarda. 60 kilo emas, 70-80 kilo. 70-80 kilo narsani ko'tarib ketadi o'rtoqlar. Uni puli demaydi. Yarim soat tirik bo'lgan ekan yana больницада. Yarim soat ko'tarib organiga rahmat deb qo'lini o'psin. Qog'ozga yozibdi. Mana больницаga mana soatda olib boribdi. Ertadan boshqa больницаga olib boribdi. Yo'q, 70-75 kilo. Bilmaslik kerak, chaqirganda ham. Maqtanasan deysanlar, maqtanamizda uni puliga qaragan joyimiz bormi? Mana bitta Sitora deb yozilgan mana. Kampanda Sitora, ko'rdinglarmi? Mashinam qor. Mana ekan, mana. Ibi ishtirok to'laysan deb yozib ketibdimi? Yo, xat tashlab ketibdimi? O'rtoqlar, maqtanaman-da mana. Mana shunaqa mashinam bor, ko'rdinglarmi? Maqtanaman, ichida dollari ham bor, qaranglar. Bir pachka. Bir pachka dollari ham bor. Maqtanaman-da, tomo ochiladi mana. Hech kimda yo'q, bitta menda bor. Cabriolet. U nimasiga maqtanishga majbur qilasizlar. Uni nimasiga u bechara uy puli to'lamagan, qiynalib. Hozir qaranglarda, bitta nima bo'lyapti aytaymi? Mana bu Turkiyada bitta qizni chopib bo'laklab tashlashdi-yu, o'ldirib. Hozir odamlar miyasiga o'rnab qoldi-da mana shu narsa. U Koreyada ham xuddi shunaqa qilib qo'ygan deb o'ylashyapti odamlar. Voy, Koreyada xudo asrasin. Keyin o'shalar qamaldimi? O'shalar qamaldi. Qatdan bo'lsa ham o'sha topib kelib qamadi-yu. Davlat ahmoq emas-u. Biz bilan bu yozayotganlardan 10 baravar aqlli odamlar o'tiribdi tepada. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib va kommentariy yozganingiz uchun kattakon rahmat deb qolamiz. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi videoroliklarda ko'rishgunga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling.